Sirtdan qaraganda oddiy ko'ringan sirka aslida juda ko'p narsaga qodir ekan. Barmog'ingizga yog'och qirindi tiqildimi, uni igna bilan chiqarishga urinmang. Bir stakanga ozgina tuz va sirka qo'shing, so'ngra taxminan 90 gradus issiq suv quying. Barmog'ingizni ichiga solib turing. Qirindi o'zi chiqib ketadi. Tishlaringiz sariq bo'lib qolganmi, qancha yuvsangiz ham. Iliq suv va sirka solingan idishga tish cho'tkangizni solib qo'ying. Keyin ustiga ozgina tuz sepib, tish pastasi qo'shing. Bir hafta davomida shunday qilsangiz, tishlaringiz oppoq va yaltirab qoladi. Tuxum qaynatayotganda suvga ozgina sirka qo'shing. Shunda po'stlog'i osonlikcha yorilmaydi va tozalash ancha yengil bo'ladi. Qaychi o'tkirligini yo'qotdimi? Bir stakanga tuz va soda soling. Ustiga sirka qo'shib, qaychini ichiga solib qo'ying. Keyin yaxshilab quriting. Qaychi yangidek o'tkir bo'lib qoladi. Qozon qopqog'idagi yog'larni tozalash uchun sirka va tish pastasini purkagich idishga soling. Ustiga iliq suv quying va biroz aralashtiring. Aralashmani qopqoqlarga sepsangiz, qattiq yog' dog'lari darhol ketadi.